Agar siz pensiyani plastik kartaga olsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyani kartadan yechib olayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki bitta oddiy e'tiborsizlik sabab pensiya kechikishi, karta bloklanishi, pulni boshqa odam ishlatib yuborishi yoki ortiqcha komissiya to'lash holatlari bo'lishi mumkin. Men bugun pensiyani kartaga olishda nimalarni bilish shartligi, qanday xatolardan saqlanish kerakligi va muammo chiqsa qayerga murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki oilangizdagi keksa insonlarga ham kerak bo'ladi. Oldin ko'pchilik pensiyani naqd pul shaklida, ya'ni mahalla bo'yicha yetkazib berish yoki pochta orqali olishga o'rganib qolgan edi. Odam pensiya kuni kelishini kutardi. Mas'ul xodim kelardi. Pul qo'lga berilardi. Daftar yoki hujjatga imzo qo'yilardi. Bu usul ko'pchilikka qulay tuyulgan. Chunki ayniqsa yoshi katta insonlar bankomat, karta, pin kod, mobil ilova degan narsalarga uncha o'rganmagan. Lekin bu tizimda ham muammolar ko'p bo'lgan. Pul kech kelishi, uyda odam bo'lmasa qayta kelishini kutish, naqd pulni sanashdagi xatolar, yo'lda yo'qotish xavfi, ayrim joylarda navbat va tushunmovchiliklar. Hozir esa pensiyani kartaga o'tkazish tobora kengayib boryapti. Buning yaxshi tomoni shundaki, pul hisobga tushadi, odam uni istagan paytida bankomatdan yechishi, do'konda karta orqali to'lashi, kommunal to'lovlarni amalga oshirishi mumkin. Ya'ni pensiya bir joyda turadi. Qo'lda katta naqd pul ko'tarib yurishga hojat qolmaydi. Lekin o'zgarishning ikkinchi tomoni ham bor. Karta bilan ishlash qoidalarini bilmagan odam juda tez aldovga uchrashi yoki texnik muammoga duch kelishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiyani kartaga olish qulay, lekin uni to'g'ri ishlatishni bilish undan ham muhim. Eng asosiy o'zgarish shuki, endi pensiya oluvchi odam pulni faqat pensiya berilgan kuni kutib o'tirmaydi. Pul karta hisobiga tushgach, u bank tizimida ko'rinadi. Lekin bu yerda odamlar ko'p adashadigan joy bor. Pensiya tushdi degan SMS kelmasa ham, ba'zan pul hisobga tushgan bo'lishi mumkin yoki aksincha SMS kelgandek ko'ringan. Lekin aslida bu firibgar yuborgan xabar bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta egasi pulni tekshirishda faqat ishonchli manbadan foydalanish kerak. Bankomat, bankning rasmiy mobil ilovasi, bank filiali yoki rasmiy kol markazi orqali. Birinchi navbatda pensiya kartasi oddiy plastik karta emas. Bu sizning daromadingiz tushadigan asosiy hisob raqamingiz bilan bog'liq. Demak, bu kartaga nisbatan e'tibor ham boshqacha bo'lishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya kartasini farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'yadi. Pin kodini ham aytadi. Keyin kartamdan pul kamayibdi. Men yechmagan pul yechilibdi. Do'konda kimdir to'lov qilibdi deb murojaat qiladi. Bank esa bunday holatda ko'pincha karta va pin kod egasi javobgar degan pozitsiyada bo'ladi. Chunki pin kodni siz o'zingiz bergan bo'lsangiz. Pulni kim ishlatganini isbotlash qiyinlashadi. Masalan, pensioner onaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U bankomatdan pul yechishni bilmagani uchun kartasini nevarasiga beradi. Nevarasi 1 million so'm yechib beradi. Lekin qolgan 200 ming so'mni keyinroq do'konda ishlatib yuboradi. Onaxon buni bir haftadan keyin biladi. Bu yerda asosiy xato kartani va pin kodni boshqa odamga berishda. Albatta, oila ichida ishonch bo'lishi mumkin. Lekin moliyaviy masalada tartib bo'lmasa, keyin norozilik ham, gumon ham, janjal ham chiqadi. Eng to'g'ri yo'l, agar pensionerning o'zi bankomatdan foydalana olmasa, u bilan birga boring, lekin pin kodni o'zi kiritsin. Pulni o'zi olsin, chekni ham o'zi saqlasin. Ikkinchi muhim masala, pensiya kartasidan pul yechishda komissiya bo'lishi yoki bo'lmasligini oldindan aniqlash kerak. Har bir bankning shartlari har xil bo'lishi mumkin. Ayrim holatda o'z bankining bankomatidan yechilganda komissiya olinmasligi mumkin. Boshqa bankomatidan yechilganda esa ma'lum foiz ushlab qolinadi. Misol uchun, pensioner 1 million 500 ming so'm pensiya oldi. U shoshilib yaqin turgan boshqa bankomatidan yechdi. Agar komissiya 1% bo'lsa, 15 ming so'm ushlab qolishi mumkin. Kimdir uchun bu kichik puldek ko'rinadi, lekin har oy takrorlansa, yiliga 10 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu to'g'ri. Non, yo'l puli yoki kommunal to'lovning bir qismi. Uchinchi masala karta muddati. Ko'pchilik kartaning old tomondagi amal qilish muddatiga qarab yurmaydi. Karta muddati tugasa, pensiya tushishda yoki pul yechishda muammo bo'lishi mumkin. Ba'zan pul hisobda turadi,
lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Odam esa pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan, faqat karta yangilanishi kerak. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Kartaning amal qilish muddatini oldindan tekshiring. Agar muddati tugashiga 1 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangilash tartibini so'rang. Pasport yoki ID karta. Eski karta va kerak bo'lsa pensiya hujjatlari bilan boring. Ayrim banklar kartani tez chiqaradi. Ayrimlarida bir necha kun kutish kerak bo'ladi. Eng ko'p ehtiyot bo'lishi kerak bo'lganlar bu yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Bank ilovalaridan foydalanmaydigan keksalar, eshitishi yoki ko'rishi sust bo'lgan insonlar, shuningdek kartasini boshqa odamga berib qo'yadiganlar. Chunki firibgarlar aynan shunday odamlarga yaqinlashadi. Ular kartangiz blok bo'lyapti. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Yangi to'lov chiqdi, tasdiqlash kerak deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Esda tuting, bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod, PIN kod yoki kartaning to'liq raqami va orqa tomondagi kodni so'ramasligi kerak. Buni so'rayotgan odam deyarli har doim firibgar bo'ladi. Masalan, otaxon 9,000 ming so'm pensiya oladi. Unga kimdir qo'ng'iroq qilib, sizning pensiya kartangiz yangilanmoqda, hozir SMS keladi. Kodni aytsangiz pulingiz saqlanib qoladi deydi. Otaxon ishonadi va SMS kodni aytadi. Natijada firibgar mobil ilovaga kirib, kartadagi pulni boshqa hisobga o'tkazadi. Bu holatda bankka darhol murojaat qilish kerak, lekin pulni qaytarish har doim ham oson emas. Chunki operatsiya SMS kod bilan tasdiqlangan bo'ladi. Shuning uchun men eng qat'iy qoida sifatida aytaman. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hatto o'zini bank direktori, prokuratura xodimi yoki pensiya bo'limidanman deb tanishtirsa ham. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz kartani o'zingiz ishlatsangiz, PIN kodni hech kimga bermasangiz, bankning rasmiy ilovasini o'rnatgan bo'lsangiz, har bir operatsiyani SMS orqali kuzatsangiz va bankomatdan foydalanishda ehtiyot bo'lsangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin bu butunlay beparvo bo'lish mumkin degani emas. Moliyaviy xavfsizlikda men bilan bo'lmaydi degan gap eng xavfli gap. Firibgarlar yoshni ham, tajribani ham ayamaydi. Ba'zan oliy ma'lumotli odam ham shoshilinch vaziyatda aldanganini bilmay qoladi. Endi eng ko'p beriladigan savol: pensiya kartaga tushmadi, nima qilaman? Birinchi qadam vahimaga tushmaslik. Pensiya kechikishining sababi har doim ham to'lov to'xtadi degani emas. Bank tizimidagi texnik kechikish, dam olish kuni, karta muddati tugashi, hisob raqamdagi xatolik, hujjatdagi ma'lumot yangilanmagani yoki pensiya organidagi tekshiruv sabab bo'lishi mumkin. Men bunday vaziyatda avvalo bankdan boshlashni maslahat beraman. Bankomat orqali balansni tekshiring yoki bankning rasmiy ilovasidan ko'ring. Agar imkon bo'lsa, bank filialiga boring va mening pensiya to'lovim bo'yicha hisobimga pul kelgan-kelmaganini tekshirib bering deb so'rang. Shunchaki pensiyam tushmadi deyish o'rniga aniq savol bering. Hisob faolmi, karta muddati tugamaganmi, kirim operatsiyasi bo'lganmi, karta bloklanmaganmi? Bank xodimidan og'zaki gapdan tashqari kerak bo'lsa ma'lumotnoma yoki operatsiyalar ko'chirmasini so'rashingiz mumkin. Agar bank pul kelmagan desa, keyingi qadam pensiya bo'limi yoki mas'ul davlat organiga murojaat qilish. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, shu hujjat, bank kartasi ma'lumotlari va oldingi to'lovlar haqida ma'lumotni olib boring. Murojaatda aniq yozing. Men falon oy uchun pensiya to'lovim kartamga kelmagani sababli tekshirib berishingizni so'rayman. Sana telefon raqam, manzil va imzo bo'lsin. Og'zaki murojaat qilsangiz ham, masala cho'zilsa yozma murojaat muhim bo'ladi. Hayotiy misol: bir pensioner har oyning 10 sanasida pensiya olardi. Bir oy 10 sana yakshanbaga to'g'ri keldi, 11 sana ham tizimda kechikish bo'ldi. U erta tongdan bankka borib janjal qildi. Aslida pul 12 sana tushdi. Bunday holatlar bo'lishi mumkin. Lekin boshqa misolda karta muddati 2 oy oldin tugagan bo'ladi. Pensioner esa buni bilmaydi. Pensiya hisobga kelgan, lekin karta ishlamaydi. Shuning uchun sababni bosqichma-bosqich aniqlash kerak. Avval karta, keyin hisob, keyin pensiya to'lovi. Pensiyani kartaga olishda hammaga bir xil qo'yda ishlaydi deb o'ylash ham xato. Ayrim pensionerlar sog'lig'i sabab bankka bora olmaydi. Ayrimlari nogironligi sabab hujjatlarni rasmiylashtirishda yordamga muhtoj bo'ladi. Ayrim oilalarda pensionerning o'zi chet elda davolanishda yoki boshqa viloyatda vaqtincha yashayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ishonchnoma masalasi chiqadi. Ishonchnoma orqali boshqa shaxs pensiya bilan bog'liq ayrim ishlarni bajarishi mumkin.
Lekin bu hujjat to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Oddiy o'g'limga ruxsat berdim degan gap bank yoki davlat organida yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnoma berishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki siz kimga vakolat bersangiz, u sizning nomingizdan muayyan harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Ishonchnomada aynan nimalarga ruxsat berilayotgani aniq yozilishi kerak. Kartani olishmi, pensiya hisobini yuritishmi, ma'lumotnoma olishmi, pul yechishmi? Juda keng vakolat berib yuborsangiz, keyin nazorat qilish qiyin bo'ladi. Men doim aytaman, hujjatda hamma ishlarni qilishga ruxsat degan mazmun bo'lsa, bu xavfli bo'lishi mumkin. Vakolat qancha aniq bo'lsa, nizolar shuncha kam bo'ladi. Yana bir nozik masala, pensioner vafot etgandan keyin kartadagi pul. Ba'zi odamlar marhumning kartasini bilib turib ishlatadi. Bu juda xavfli. Chunki vafot etgan shaxs nomidagi pensiya to'lovlari. Meros masalasi va ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish tartibi alohida ko'rib chiqiladi. Agar odam vafot etgandan keyin karta orqali pul yechilgan bo'lsa, keyin bu pul bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l tegishli organlarga xabar berish, bankka murojaat qilish va meros tartibini qonuniy rasmiylashtirish. Baribir oilaning puli edi deb o'ylash keyinchalik huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan xato, karta yo'qolsa ham kutib yurish. Agar pensiya kartangiz yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish kerak. Balki uyda qolgandir, ertaga qidiraman, hozir vaqtim yo'q deb yurish mumkin emas. Karta topilgan odam pin kodni bilmasa ham, ayrim internet to'lovlar yoki kontaktsiz to'lovlar orqali xavf tug'ilishi mumkin. Bankka qo'ng'iroq qiling, kartani bloklang, keyin filialga borib qayta chiqarish tartibini boshlang. Agar keyin eski karta topilsa ham xavfsizlik uchun yangi karta olish afzal. Pensiya oluvchilar eng ko'p bankomatda qiynaladi. Bankomat pul bermadi, lekin balansdan yechildi degan holatlar ham uchraydi. Bunda ham tartib bor. Avval bankomat yonidan ketishdan oldin chek chiqsa chekni oling. Chek chiqmasa bankomat joylashgan manzilni, vaqtni, bankomat raqamini imkon qadar yozib oling. Keyin kartangiz qaysi bankniki bo'lsa, o'sha bankka murojaat qiling. Agar boshqa bankomatidan foydalangan bo'lsangiz, masala biroz ko'proq vaqt olishi mumkin. Chunki ikki bank o'rtasida tekshiruv bo'ladi. Misol uchun siz 500 ming so'm yechmoqchi bo'ldingiz. Bankomat operatsiya bajarilmadi dedi. Pul bermadi. Lekin SMSda 500 ming so'm yechilgani ko'rindi. Bunday paytda qayta operatsiya qilishga shoshilmang. Balansni tekshiring, bankka xabar bering, ariza yozing. Ko'p hollarda inkassatsiya va texnik tekshiruvdan keyin pul qaytariladi. Lekin buning uchun rasmiy murojaat zarur. O'zi qaytib tushar deb kutish ba'zan vaqt cho'zadi. Bankomatdan pul olayotganda atrofga ham qarash kerak. Orqangizda juda yaqin turgan odam bo'lsa, pin kodni kiritmang. Klaviaturani qo'lingiz bilan yoping. Begona odam yordam beraymi desa, ehtiyot bo'ling. Haqiqiy yordam kerak bo'lsa, bank filiali ichidagi xodimdan so'rang. Ko'chadagi notanish odamga kartani berib, mana yechib bering deyish eng katta xatolardan biri. Endi aniq nima qilish kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya kartangizning muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bank oldindan boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar bank qo'shimcha hujjat so'rasa, pensiya hujjatlarini ham tayyor tuting. Kartani oxirgi kungacha ishlatib yurib, keyin pensiya kuni muammo chiqishini kutmang. Ikkinchi qadam, pin kodni xavfsiz saqlang. Pin kodni kartaning ustiga yozmang. Telefon kontaktiga karta kodi deb saqlamang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga qo'ymang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, yaqin insoningiz bilan xavfsiz usulni kelishib oling. Lekin baribir kodni hammaga oshkor qilmang. Eng muhimi, SMS kodni hech kimga aytmang. Pin kod bankomat uchun, SMS kod esa operatsiyani tasdiqlash uchun ishlatiladi. Ikkalasi ham pulingizga kirish kaliti. Uchinchi qadam, SMS xabarnomani yoqib qo'ying. Har bir kirim va chiqim bo'yicha xabar kelib tursa, siz pul qachon tushganini va qachon ishlatilganini ko'rasiz. Agar telefon raqamingiz o'zgarsa, bankka borib kartaga ulangan raqamni ham o'zgartiring. Ko'p muammo aynan eski raqam sabab chiqadi. Odam raqamini almashtiradi. Lekin bankdagi raqam eski qoladi. Keyin SMS kod eski raqamga ketadi yoki xabar kelmaydi. 4-qadam, pensiya tushganini tekshiradigan bitta ishonchli yo'lni tanlang. Masalan, bankning rasmiy ilovasi, bankomat yoki bank filiali, Telegramdagi noma'lum botlar, internetdagi shubhali saytlar
Kartangizni tekshirib beramiz degan xizmatlardan foydalanmang. Karta raqamini hamma joyga kiritish kerak emas. Ayniqsa kartaning orqa tomonidagi 3 xonali kodni hech qayerga yozmang, hech kimga yubormang. 5-qadam. Agar muammo bo'lsa, yozma iz qoldiring. Bankka borsangiz, ariza raqamini so'rang. Pensiya bo'limiga murojaat qilsangiz, murojaatingiz qabul qilinganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilganingizni, qaysi kuni, taxminan soat nechada gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu mayda ishdek tuyuladi. Lekin muammo cho'zilsa, aynan shu ma'lumotlar sizga yordam beradi. 6-qadam. Oiladagi pensionerga bir marta tushuntirib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Amalda ko'rsatib bering. Bankomatga birga boring. Qanday balans tekshirilishini, qanday pul yechilishini, chekni qanday olishni, PIN kodni qanday yopib kiritishni ko'rsating. Uyda hech kimga kod aytmaysiz deb oddiy qoidani yozib qo'yish ham foydali bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar qo'ng'iroq qilgan, odam rasmiy ohangda gapirsa, ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun oldindan ogohlantirish kerak. 7-qadam. Katta summani kartada uzoq vaqt nazoratsiz qoldirmang. Bu hamma pulni darrov yechib oling degani emas. Lekin kartada bir necha oy pensiya yig'ilib qolsa, xavf ham kattalashadi. Agar kartadan faol foydalanmasangiz, balansni muntazam tekshirib turing. Kerakli qismini yeching. Qolganini bankdagi omonat yoki boshqa xavfsiz moliyaviy vosita orqali saqlash mumkinmi? Bankdan so'rab ko'ring. Har bir odamning vaziyati har xil. Shuning uchun qarorni o'zingizning ehtiyojingizga qarab qabul qiling. Men mutaxassis sifatida eng muhim fikrni yana bir marta aytaman. Pensiyani kartaga olish yomon emas. Aksincha to'g'ri ishlatilsa juda qulay. Muammo kartaning o'zida emas, muammo qoidalarni bilmaslikda. PIN kodni berish, SMS kodni aytish, kartani notanish odamga tutqazish, karta muddati tugaganini tekshirmaslik, komissiyani bilmasdan pul yechish, karta yo'qolsa bloklatmaslik, muammo bo'lsa yozma murojaat qilmaslik. Mana shular pensiya oluvchilar uchun eng katta xavf. Har bir pensioner o'z pulini himoya qilish huquqiga ega. Agar pensiya kechiksa sababini so'rashga haqlisiz. Agar bankomat pul bermasa, ariza yozishga haqlisiz. Agar karta bloklansa, tushuntirish talab qilishga haqlisiz. Agar kimdir telefon qilib kod so'rasa, gapni darhol tugatishga haqlisiz. Moliyaviy savodxonlik degani murakkab iqtisodiy atamalarni bilish emas. Bu moliyaviy savodxonlik degani o'z pulingizga begona odamni yaqinlashtirmaslik, hujjatni to'g'ri yuritish va har bir operatsiyani o'ngli qilishdir. Bugun men pensiyani kartaga oladigan har bir odam bilish kerak bo'lgan eng muhim qoidalarni tushuntirdim. Karta muddatini tekshirish, PIN kod va SMS kodni hech kimga bermaslik, komissiyalarni oldindan bilish. Pul tushmasa avval bankdan, keyin pensiya organidan aniqlashtirish, bankomat xatosida rasmiy ariza yozish va oiladagi keksalarga amaliy yordam berish. Bu oddiy qoidalar ko'p odamning pensiyasini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Sizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Pensiya vaqtida tushmay qolganmi? Bankomat pul bermaganmi? Yoki firibgarlar qo'ng'iroq qilganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa olsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyani kartaga oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.